Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gatsi do'stlar. Bugungi videomizda Minecraftda просто maktabga borib maktabni obzor qilamiz. Xo'p, qani bo'lmasam ketdik. Bittadan nonimizni olamiz bitta. Xo'p, bitta yuzimizni yuvaylik. Birinchi mana. Shu bo'ldi. Xo'p, endi nonimizni oldik. Qilich bo'ldi. Ketdik. Pulmi? Nima bu? $100 pulmi? What the fuck? $100 pul? Voh, men boyman. Kimniki bo'lishi mumkin? Bitmaydi, bu ham pul. Diamond. Diamond. Qanday olamiz endi buni? Yo'q. Bu ham pul olish kerak, buni ham olish kerak. Olmasak bo'lmaydi. Bitni sindiramiz. Keyin olamiz buni, keyin hozir nima qilamiz endi? Xo'p, kimniki bo'lishi mumkin? $100 pul topdim. Sekin borib sandiqqa solish kerak. Tez yaxshi. Xo'p. Bolta bilan bo'ladimi, yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Bolta bilan, davay. Yo'q. Xo'p. Nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Xo'p, hech kim yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Mayli, bir mana kirib bor ekan. Shu bilan hozir nima qilamiz endi? Buni buzib kiramiz ichiga. Yaxshi. Nega bermadi? Bermadi-yu. Nega bermadi? U yana bor ekan. Hech kim yo'q, yaxshi. Yo'q, hech kim yo'q. Xo'p. Hech kim yo'q. Kimdir kelyapti. Hech kim yo'qmi? Yo'q. Hozir bitta nonimni yeyay, keyin nima qilamiz? Nam bo'ldi. Hech kim yo'q. Buni ko'rish kerak. Qani? Voy! Diamond! Men boyman. Men boyman. Bu kimniki bo'lishi mumkin? Bu kimniki? Albatta meniki. Men topdim. Kimniki? Meniki endi bo'lamaniki, deydimi? Bo'ladi. Wow, oltinlarni qaranglar. Hech kim yo'qmi? Tez ko'rish kerak va bularni uyga olib kirishimiz kerak bularni uyga. Diamondim qani? Wow. Bularni uyga olib kirishimiz kerak. Va keyin mashina olamiz. Qanaqa mashinalar sizlar? Albatta kommentarga yozib qoldiringlar. Shunaqa mashina olamiz, короче. Bu pul kimniki bo'lishi mumkin? Yoki buni egasi bordir. Yo'q, hech kim yo'q. Kimniki bo'lishi mumkin? Tez uyga borish kerak. Tez. Xo'sh. Bularni qo'yamiz. $100 pulim bor. Yaxshi. Xo'p, bularni qo'yamiz. Davay. Tez. O'zimga kelmayapman hali. Pul kimniki bo'lishi mumkin? Men topdim-ku meniki. Ustini yopish kerak, keyin olamiz bularni. Ustini yopish kerak. Qani bir marta yana kirib ko'ramiz. Buni ham olib bo'lmayaptimi? Buni ham. Yo'qmi? Yo'q, nega olib bo'lmayapti bilmayman. Qani? Qum ham olib bo'lmayapti, qum. Mayli.
Buni ustini boru nima bilan yopish kerak? Xo'p, hozir. Teshitmamiz yo'q. Xo'p, qum kerak, o'ylash kerak. O'ylash kerak. Xo'p. O'ylash kerak. Xo'p. Daraxt. Olib bo'ladimi? O'sib ko'ramiz-da. Daraxt. Daraxtni ham olib bo'lmayapti. Hozir hal qilamiz. Bir sekund. Mana sizlar qum oldik. Hech kim kelmasdan tezroq ustini yopish kerak, keyin olamiz. Hozir hammasi sig'maydi uyimga. O'shaning uchun bo'ldi. Hech kim kirmayapti ichiga. Yo'q, bo'ldi. Qum kerak bo'ladi endi, o'zimizda turadi. Xo'p, endi yaxshi, bularni qo'yamiz. Va endi o'ylash kerak, qanaqa mushni olamiz. Bu kimniki, meniki emasmi yo'q. Bilmadim, gapini yo'qotib qo'yapman. Xursandligimdan yaxshi, tez. O'ylaymiz, davlatga beramizmi? Yo'q, qanaqa davlat? Bu meniki-yu. To'xtalada direktordan so'raymiz, maktabnikidan direktoridan so'raymiz, direktordan so'raymiz. Davay, tez. Bugundan-da ertaga maktab keyin. Xo'p, ketdik. Direktor shetdami? Tak. Direktor shetdamsiz? Yo'q. Direktor yo'q ekan. Tez. Borish kerak. Ustozdan so'raymizmi? Tarixchi ustozdan so'raymiz, davay. Ustoz, shetdamsiz? Ha, men shetdaman, kiraver. Ustoz, pulingizni yo'qotmadingizmi bu bog'da? Nega? Yo'q, o'zim so'radim-da. Yo'q, yo'qotganim yo'q. Xo'p, rahmat. Yo'q, pulini yo'qotmabdi ustoz. Qornimiz ochdi. Qornimizni to'ydirib olamiz. Keyin bu pul meniki bo'lmasa bo'ldi, pul o'zimga qoladi, ustozniki emas. Direktorniki ham bo'lmaydi. Chunki direktorning buncha pul nima qiladi direktorda? Xo'p, nonimiz bor, magazinga bormaymiz. Do'konga bormaymiz. Yaxshi, to'ydikmi? To'ydik, yaxshi. Do'konga bormaymiz, borishimiz kerak emas, chunki qornimiz to'ydi, nonimiz bor. Xo'p, bo'ldi, bu pul meniki endi.